Liverpool APLda 20-chempionligini qo'lga kiritdi. Real Madrid navbatdagi klassikoni boy berdi. Bu ikkalasining yechimi esa bitta: Jurgen Klopp. Klopp mavzusini ikki qismga bo'lamiz. Birinchisi gegenpressing. Jurgen futbolga olib kirgan, hozir 90% klubli foydalanadigan, yuqoriga ko'tarilib, qarshi pressingni raqibni ushlashi haqida gaplashamiz. Bu taktikada to'p yo'qotilgach, himoyaga qaytmasdan, darhol hujumni o'zida raqibga bosim uyushtiriladi. Kloppning fikricha, bu taktikada katta tezlik, uyushqoqlik va chidamlilik talab qilinadi. Jamoa bitta sxema bo'lib, tartibda ishlashi lozim. Agar bir o'yinchi o'zining vazifasini bajarishda kechiksa yoki tartibsizlikka yo'l qo'ysa, bo'shlik paydo bo'ladi va raqib o'sha yerdan bemalol qarshi hujumga chiqib ketadi. Shuning uchun Kloppning futbolda to'p nazorati muhim hisoblanadi. Agar markaz boy berilsa, bu o'yinni boy berish bilan bir xil. Endi Kloppni 4-3 sxemasiga asoslangan holda hujumda ishlatadigan ishlamalarni ko'rib chiqamiz. Qanotdagi himoyachilar yuqoriga ko'tarilishi, bunda Arnold bilan Robertson hujumga kirib borishadi. Lojniy deviatka, bunda Bobbi orqaroqqa qaytib, vingerlarni bitta pas bilan birga chiqarib yuboradi. Vingerlar markazga qo'shilib, 3 ta hujumchiga aylanishi, yarim himoyachilarning hujumga qo'shilishi va albatta qanot himoyachisi Arnold markaziy yarim himoyachiga aylanishi. Ko'rayotganingizdek Kloppda hujumli rang-barang. Raqib jamoa xavf-xatdan kelishini umuman bilolmaydi.